Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Xitoy Sharq Turkiston haqida zo'r ko'lamlik saxta tashviqot harakati boshladi. Xitoy Sharq Turkistondagi ishg'oliyat, irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini pardozlash uchun tashviqot kuchini harakatga keltirib, Sharq Turkiston haqida zo'r ko'lamlik saxta tashviqot harakati boshladi. Atalmish Shinjon gazetining aloqador xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi 14-maydan tortib atalmish cho'ng davlat qurilishidan Shinjonga nazar temasida ziyorat faoliyati boshlagan. Xabarda mazkur faoliyatning davlat tarafidan yetakchilik qilinadigan zo'r strategik ahamiyatga va chunqur ta'sir kuchga ega darajadan tashqari cho'ng tipdagi qurilishdir ekanligi da'vo qilingan. Xabar tafsilotidan bu qadimgi zo'r ko'lamli faoliyatning Xitoyning saxta tashviqoti uchun ekanligi aniq ko'rinib turadigan bo'lib, ziyorat faoliyatida diqqatning Sharq Turkistonning gazini, tokini, ko'mirini Xitoyga to'shishga, qatnash, suvchilik qatorliq sohalardagi cho'ng qurilish turlariga markazlashtirilganligi ta'kidlangan. Va shundaqla Xitoyning Sharq Turkistonni taraqqiy qildirganligi, xalq turmushini yaxshilaganligi, millatlar ittifoqligi qatorliq nuqtalar bayon qilinib, Xitoy rejimining Sharq Turkistonni boshqarish siyosati tadbirini to'liq umumyuzlik ijro qilganligini gavdalantirganligi haqida jar solingan. Xabarda 14-maydan boshlab Xitoy va Sharq Turkistondagi muxbirlardan tashkillangan atalmish butun taratquliq xabar qilish kollektivining Sharq Turkistonning har qaysi joylariga ayrim berib, yangi texnika va yangi uskunalardan foydalanib, naq maydon tarqatish, surat va yiziq, grafik, unsin qatorliq ko'p xil usullarni qo'llanib, ta'sirli tashviqot asarlarini o'tirg'a chiqaradiganligi bildirilgan. Xitoy yillardan buyon Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun saxta tashviqotiga g'oyat zo'r xarajat va kuch ajratgan bo'lib, atalmish Shinjon hikoyasini yaxshi so'zlash degandek temalarda qisqasin musobaqasi, hikoya musobaqasiga o'xshash faoliyatlarni tashkillab kelmoqda. Bu yil Xitoy yana atalmish Uyg'ur Abdunum rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklashga alohida tayyorlik qilish bahonasi bilan saxta tashviqot harakatlarini yangi pallaga chiqargan. Germaniya bosh ministri Xitoyga tayinishni azaytirganligini ta'kidladi. Germaniyaning yangi bosh ministri Friedrich Merz 14-may parlamentda tunji umumiy siyosat nutqini so'zlagan bo'lib, keyingi siyosatlarda Germaniyaning Xitoyga tayinishni azaytish uchun tirishadiganligini ta'kidladi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, u xalqaroliq strategiya yo'nalishini tushuntirgan qismida xalqaro tartibdagi zo'r o'zgarish bilan Xitoy-Rossiya munosabatining kishini andishiga soladigan nuqtalar ekanligini tilga olgan va Xitoy bilan strategik xatardan saqlanishni ishga oshiradiganligini bildirgan. Merz nutqida biz shuningga diqqat qilamizki, Xitoy bilan bo'lgan diplomatiya siyosatida sistemalik raqobat omillari kuchayotidi degan va Xitoy bilan Rossiyaning kunsiri kuchayotgan yaqin munosabatining andishi qo'zg'ayotganligini, Xitoyni Ukrainadagi urushni oxirlashtirishga hassa qo'shishga majburlaydiganligini ta'kidlagan. Merz xalqaro siyosat sohasida to'xtalib, Germaniya Xitoy siyosatini rayonlik yetakchi prinsipga kirgizdi. Muqim, erkin va bexatar Hind-Tinch okean rayoni Germaniya va Yevropa ittifoqi uchun intayin muhim strategik ahamiyatga ega degan. U yana Germaniyaga nisbatan ta'minlash zanjirini ko'p xillashtirish va bir taraflama beqinishni azaytishning zarurligini alohida ta'kidlagan. Tahlilchilar Merzning so'zlarining bu oyda e'lon qilingan Germaniya o'ng qanot va so'l qanot o'rtasidagi birlashma kelishim bilan zich munosabatli ekanligini, ammo uning Xitoy va Rossiyaga qaratgan iboralarining yangicha ekanligini bildirishgan. Merz saylanishdan ilgari sobiq hukumatning Xitoy siyosatini tanqid qilib kelgan bo'lib, Xitoyning borgan sari ichki jihatda bostirishga va tashqi jihatda tajovuzchilikqa yuzlanganligini, Germaniyaning bexatarligiga kun sari tahdid shakllantirayotganligini, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi, Shimoliy Koreyaning hozirgi holatga kelishi Xitoyning qo'llashiga erishganligini ta'kidlagan edi. Xitoydagi qum bo'ron ofatidan 10 minglagan odam ta'sirga uchradi. 5 ming odam yo'tkaldi. Xitoyning g'arbidagi tarixiy Dunhuang shahri qattiq qum bo'ronning ta'siriga uchradi. Ko'rish masofasi 0 ga tushgan bu shaharda 10 mingdan ortiq sayohatchi bevosita ta'sirga uchragan bo'lib, 5 mingdan ortiq sayohatchi bo'lsa bexatar rayonlarga yo'tkaldi.
tarixiy Ipak yo'lining muhim nuqtalaridan biri bo'lgan Dunhuangda yuz bergan qum bo'ron Gobi cho'lining qurg'oq kelimatida ko'pincha ko'rildigan, ammo bundaq kuchlik bo'lib boqmagan bu hodisa hammalarni cho'chitgan. Bulubmu Mingsha Tig'i va Yo'ya ko'li atrofida tuyuqsiz chiqqan bo'ron soatiga 120 kilometrgacha yetgan shamol bilan osmonni butunlay tuproq bilan qoplagan. Shu joy vaqti tunugun kechqurun soat 18 da boshlangan qum bo'ron minglagan sayohatchilar sahro joylarida bo'lganligi uchun jiddiychilik paydo qilgan. Ziyoratchilar tezlikda avtobuslarga minib yoki atrofdagi binolarga panohlanishga tirishgan. Doirlar barliq faoliyatlarni amaldan qoldirgan va planlangan konsertlarni keyinga surgan va bilet setishni to'xtatgan. 142 jiddiy qutqizish mashinasi 80 qatimdan ortiq safar orqali 5200 dan ortiq sayohatchini shahar markaziga yo'tkigan. Bo'ron sababidan rayondan chiqolmagan nurg'un kishi Xitoyning ish bajarish binolarida vaqtliq panohlantirilgan. Mutaxassislar qum bo'ronning tuyuqsiz kuchayib ketgan quyosh nurining ta'siridan yer yuzining isib ketishi, qurg'oq tuproqlarning yuqoriga ko'tarilgan issiq havo iqimi bilan havoga ko'tarilishi natijasida hosil bo'lganligini bildirishgan. UNESCOning dunyo merosi tizimligiga kirgan Mogao o'ngkurlari bilan dongliq bo'lgan Dunhuang Xitoyning madaniyat va sayohat markazlaridan biri. Ammo bundaq haddidan ziyoda kuchli hodisalarning ham ziyoratchi bexatarligi hamda tarixiy binolarga tahdid shakllantiradiganligi haqida ogohlantirildi. Xitoy doiralari havorayi asliga kelgandan keyin rayonni qaytadan ko'zdan kechiradiganligini, baldur signal berish sistemalarining tekshiriladiganligini va bexatarlik tadbirlarining kuchaytiriladiganligini e'lon qildi. Dunyo Istanbuldagi Ukraina-Rossiya tinchlik suhbatiga diqqat qilmoqda. Yevropada bir qancha yildan buyon davomlashayotgan urushni to'xtatish uchun diplomatik yo'l bilan chora tepish umidining turtkisida dunyoning diqqati 15-may Rossiya bilan Ukraina o'rtasida o'tkaziladigan Istanbuldagi suhbatga markazlashdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, yig'inga kimlarning qatnashadiganligi, bo'libmi Rossiya va Ukraina rahbarlarining yuz ko'rishish ehtimolligi va Amerika prezidenti Trampning Paris qo'ltiqi ziyaratidan keyin Turkiyaga kelish mumkinchiligi to'g'risidagi bayonotlar cho'ng qiziqish qo'zg'agan bo'lsa-mu, Putin va Zelenskiyning har ikkisi bevosita qatnashmaslikni tanlab amaldorlarni avatgan. Ammo Zelenskiy Anqaraga kelib prezident Erdo'g'an bilan ko'rishgan. Tahlilchilar bu suhbatlarning intayin muhim ekanligini, urushni oxirlashtirishning kam ko'riladigan fursati ekanligini, urush to'xtatish shartlaridan tortib talash tortish ichidagi rayonlargacha harbiy betaraflikdan embargolargacha keng doirada masalalarning muzokara qilinadiganligini faraz qilmoqda. Oldingi qatimliq suhbat 2022-yil martda Istanbulda o'tkazilgan edi. Kuzatuvchilar har ikki tarafning bu yillardagi eng umidvor diplomatik fursatdan foydalanish uchun nurg'un masalalarni yengishi kerakligini aytgan. Rossiyaning Ukrainaning asosiy qonunga o'zgartirish kirgizib, rasmiy betaraflikni qabul qilishini va NATOning sobiq Sovet ittifoqi davlatlariga kengayishini to'sadigan xavfsizlik kapolatiga erishishni talab qilishi mo'ljallanmoqda. Rossiyaning asosiy talablarining biri Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish nishonidan rasmiy voz kechishi bo'lmoqda. Analizchilarning aytishicha, Rossiya NATOdan texnik keng kapolat va Rossiyaning xavfsizlik andishalarini hal qiladigan ayrim kelishim talab qilishi mumkin ekan. Buningdan boshqa Rossiya Ukraina harbiy kuchlarining cho'ngligi, Ukrainaning yasash mumkinligi yoki setib olishi mumkin bo'lgan qurol turlari qatorliq masalalarda ham cheklama talab qilishi mumkin ekan. Bulardan sirt Yevropa ittifoqi 14-may Rossiyaga qarshi 17 qatimliq embargo plan loyihasini tasdiqlagan bo'lib, alohida vaqtda e'lon qilingan bu embargolar yana bir diqqat nuqtasiga aylandi. Ukrainaning pozitsiyasi bo'lsa, oldi bilan urush to'xtatish, egilik huquqdan qat'iy tavranmaslik bo'lib, darhol va shartsiz urush to'xtatishni asosiy maqsad qilgan. Ukraina zamin talablari yoki asosiy qonunga o'zgartirish kiritishni o'z ichiga olgan talablarga sezgur qaragan bo'lib, urushni to'xtatishga tayyor bo'lsa-mu, Rossiyaning zamin talablarini yo'lliq asosga ega qilishi mumkin bo'lgan har qanday kelishimdan saqlanishga tirishidi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.